Padarqush dramasi. Jadid adabiyotning asoschilaridan biri bo'lgan Behbudiy Markaziy Osiyo ijodkorlari orasida birinchi milliy dramatik asar yaratadi. Ungacha mazkur hududda na turkiy, na forsiy tillarda drama janrida birorta asar yaratilmagan edi. Behbudiy 1911-yilda yozib tugatgan Padarqush dramasi rus senzurasidan o'tgandan keyin 1913-yilda nashr qilinadi. Behbudiyning o'zi ixcham milliy tragediya deb ta'riflagan bu asar Turkistonda gunoh ishlariga yo'l ochib, turli jinoyatlarga sababchi bo'layotgan ayrim kishilar qismatiga ishora qiluvchi detektiv drama edi. Padarqushning sahna asari sifatida o'ziga xos fazilati shuki, muallif zamonasining mudhish va jirkanch illatlarini ochiq namoyish etganligi bilan belgilanadi. Padarqush mavzusiga mos birinchi pardaning dastlabki daqiqalarida tomoshabinlar ota va o'g'il o'rtasida juda qisqa va noxush munosabatga guvoh bo'ladilar. Toshmurod shahardagi tungi hayot uchun otasidan qo'pollik bilan pul so'raydi. Domulla kirib kelguniga qadar otasidan ruxsat oladi. Domulla esa boshini afsuslantirib silkitib qo'yadi. Uning bosh qimirlatishda qandaydir jinoyat sodir bo'lishi mumkinligiga ishora bor edi. Asar boshlanishida bu epizod, ya'ni boyning Toshmurodning kuzatishi, Domulla boshini afsuslantib qilib qimirlatib qo'yishi, xalqning ziyolilarga nisbatan cheksiz hurmatini ta'kidlash maqsadida keltirilgan. Bu hurmat har qanday boylik, amal, martabadan baland turar edi. Suhbatning kulminatsion nuqtasida domla boyga o'g'lini o'qitish orqali Alloh farzini bajarish zarurligini ta'kidlaydi. Shundan so'ng boy xizmatkorga tezlik bilan eshikni qulflashni buyuradi. Bu holatda Domullaning ko'ngli og'rib chiqib ketadi. Birinchi parda deyarli e'tiroflardan iborat bo'lib, personajlar harakati kuzatilmaydi. Keyingi ikkinchi pardada esa aksincha harakatlar nisbatan ko'p bo'lib, so'z tasviri kam. Keyingi manzarada boy o'g'li va uning sheriklari ayshi ishrat qilib o'tirgan mayxonaga ko'chadi. Ularning kayfi oshib qolgan yosh o'smirlar hammaga ma'lum bo'lgan yengiltak ayol Liza haqida ko'p gapiradilar. Mayxona egasi Lizani kelishi uchun 15 rubl pul berish kerakligini eslatadi. Endi fojia sujeti mayxonada rivojlana boshlanadi. O'smirlar so'ralgan pulni yig'ib bera olmaydilar. Guruh boshlig'i davlat to'lanadigan pulning boyning sefidan o'g'irlashi mumkinligini ehtiyotkorlik bilan taklif qiladi. Dramaturg asarda deyarli hamma harakatlarni vaqt va makon jihatidan so'nggi ikki pardaga ixcham joylashtiradi. Asar qisqa bo'lishiga qaramasdan hayotiy voqealar tasvirlangan, sahna asari sifatida muvaffaqiyatli namoyish etilgan. Bu paytda jadidchilik g'oyasi butun Turkiston bo'ylab keng targ'ib qilinayotgan edi. Dramada ilgari surilgan jiddiy muammolar, ta'lim va tarbiyani kuchaytirish, xalqning asriy jaholat qaloqlikdan qutqarish, jinoyat va jazo majburiyati va mas'uliyati singari ijtimoiy munosabatlarni sodda va tasvirli ifodalangan. Ushbu kitobni o'qish uchun tavsiya etamiz.